Do'stlar, biz Grantning 11-fasldan boshlashga qaror qildik va keyingi qismlar endi tezroq chiqa boshlaydi. Oldingi seriyada Yaponiya Tinch okeani. Nima bo'ldi hukmdorim? Hech narsa. To'liq tezlik bilan oldinga siljing. Biz tezlikni oshirmoqdamiz. Biz boshladik. Belgiya dengiz porti. Amerika. Yaponiya floti biz tomonga qarab kelmoqda. Atom bombasi ular uchun yetarli bo'lmadimi? Ular bomba tashlamasdan oldin Yaponiyadan chiqib ketishgan ekan va hozirda AQSh tomonga suzib kelishmoqda. Shu bilan birga kichikroq flot Belgiya portlaridan ham qo'shinlar suzib chiqmoqda va ular ham AQSh tomonga kelishmoqda. Ular ushbu rejani uzoq vaqt tayyorlab ikki tomondan birdaniga hujum qilishga qaror qilishganmi deyman. Biz nemis floti bilan shug'ullanamiz. Ort tomondan yonma-yondan kirib boshlaymiz. Kemalarimizni hozir Yapon va Livan bilan uchrashishga yuboring. Hukmdorim, men sizni bir narsadan juda tashvishlanayotganingizni bilaman. Hiroshimada nima bo'ldi? Men buni hali nimaligini tushunmayapman. Lekin bizda katta muammolarga duch kelishimiz mumkin. Umid qilamanki, hamma narsa rejaga muvofiq. Keling ularga ingliz flotining kuchini ko'rsataylik. Fritzelni olib bo'lmayapti. O'ti och. Biz buni uzoq vaqt ishlab tura olmaymiz. Ular butun bir armiyani biz tomonga yuborishdi. Vaqt keldimi?